Bolajonlarim, sizlarga meni juda xursand qilgan bir yaxshi xabarim bor. Kartinka juda qulay xayrli ishni yo'lga qo'yibdi. Ro'za kunlarda vaqtni tejab, Kartinka Go ilovasiga kirib, shunaqa Ramazon boks buyurtma qilishingiz mumkin ekan. Bundan tashqari Kartinkada 100 minglik, 200 minglik, 500 minglik va 1 million so'mlik sovg'a kartalarini ham xarid qilishingiz mumkin. Bu haqiqiy ehtiyojmand insonlarga ro'zg'orga zarur mahsulotlarni sotib olish imkonini beradi. Men ham shu boksdan buyurtma qildim. Bu boksning ichida oliy navli un, quruq choy, xurmo, makaron, alanga guruchi, pechenye, shakar, suv, kungaboqar yog'i, ro'zg'or uchun eng kerakli mahsulotlar bor ekan. Baraka topsin Kartinka. Menga o'xshagan yosh kattalarga ham juda qulay ekan. Ramazon oyining oxirgi 10 kunlarida xayrli ishlar qilishga ulgurib qolinglar.